Bu kıtımma et degende de kelip avar qilib qo'ydim ha. Yo'q. Sizning kelganingizni biz ko'p xursand bo'lamiz. Rahmat. Rahmat. Abdurish To'xtiga 9-ayning 12-si bo'lsa 1 yil. Ha, 1 yil bo'ldi hozir. Ha. 1 yil To'g'ri, bo'ldi. 1 yil bo'lgan bu. 1 yil bo'ldi. 2022-yili 9-ayning 12-kunisi Evet. olamdan yongan. Ha. 1 yil bo'libdi. Qancha yil tug'ilgan edi? Akam 62-yili. Ha, ikkimiz tengkamiz. Yo'lboshchilik. Ha, akam Yo'lboshchilik. 62. Men akam bilan shu 1 yosh farqlıyım. 62-yili qancha ay? 62-yili 10-ay. Ha, mendan 6 oylik kichikkan to rahmat. Ha, bu qitim endi ben Qashqarda edim. O'zimcha kelgim ko'p qoldi. Rahmat. Kelib bir ko'rishib, bir tasalli qilishib, ketay deb shuning bilan kelgandim. Bu qorani ko'rib yana 25 yil burunqi ahvollar, film ishlagan vaqtlarimiz esimga keldi. Hamda tomoshabinlarimizning sizlarga, bo'lib sizlarning oilanglarga, To'xti Qurban Said akamga, Abdurishid xonga, siz Abuz xonga, sizlarga, undan keyin sizlarningki hozir ham shu, bundan keyin avlod hammasi ko'ngil bo'ladi ekan shu. Ko'ngil bo'ladi ekan. Biz hamda o'tganlarni asligini emas, bizga o'zimizga taximo bundan keyingi yo'limizga madad qilib, o'zimizga ro'yi madad qilib bizlar o'tadiganmiz hamda. Shunda. 80-yillardan boshlab sizlar oldi bilan sahnada, Shunda. yezi qishloqlarda, xalq orasida xalqimiz uchun xizmat qilib, oilanglarningki jumladan dadangizning, onangizning shu san'atga bo'lgan shu esil ro'yiga varislik qilib sizlar shuna kelgan. Dastlabda shu ikkilarning birlashib birlikda o'ynagan shu itot ya kuldirga qaysisi? Dastlabda bizningki o'rinlaganimiz shu bexatarlik birinchi. Mushu bexatarlik birinchi degan kuldirgini biz dadam yakan san'at maktabilarni mushu yezlarga chiqib turmush o'rganib ijodiyat qilishga tashkillagan vaqtida dadam Savut deydigan bir madaniyat yurtidan almashib kelgan bir yozuvchimiz bo'lib, mushu yozuvchi bilan birga mushu yakan noyimizningki egachininki Zeylik kentida bular bir oy shu yerda ijodiyat qilamiz deb yetib ishlagan mezgil. Mushu vaqtning o'zida bizlar o'makka yangi qabul qilingan. Shu chaqda mushu Abdurishid ikki balamga bir kuldirga tayyor qilib, mushuni bir ugatsam deb, u vaqtda akam dopchilik qilib dönmekte. Qancha yil u? Dop. 83-yili. 83-yili. Shu vaqtning o'zida Abdushxon dopchaldi. Dopchaldi. Diyango'nlik qildi. Anandan keyin bizningki o'makningki bir avtobus bo'lib, mushu mashinaga shopurlikqa, shogirdga bergan. Mushu ishlarni qilib rasmiylashmay. O'mak rasmiylashmay ishlayotgan. Siz maktabda vaqtida. Meningki yo'q, o'makka kirgan. Men usulchi emasman. Akam muzikant edi. Mushunda turayotgan vaqtning o'zida endi bizma oildagi, maktabdagi qilayotgan o'zimizning kelgan sho'xliklarimiz, qiziqchiliklarimizni mushu dadam onamni nayt bilan bildi. Sizning kichkina shetilligingizni. Bizning qilayotgan ishimiz asosan anlag'mi shakldagi. Manda bir obrazini chiqaraq yaratib qo'ygandikin, 83-yili bexatarlik birinchi degan kuldirgini dadam buni yezib tayyorlab kirdi. Kirib buni akam bilan menga o'rgatdi. O'rgatib, mush kuldirgini biz o'rinlab, xalq nayt bak olqishlaydi. Shang-shang deb o'rinlaydi. Qancha yosh vaqtingda? Bu bir bizningki 17-18 yosh vaqtlarimiz. Hamda shu vaqtning o'zida
Qashqar viloyatiga vakolatdan yakan san'at o'magini boshqa o'maklar o'lkalik o'maklar yoki bo'lmasa viloyatlik oblastlik o'maklar bizning noillik o'makni yakan bilan kuch alam bor bizni taklif etadi biz o'mak bo'yicha yakan san'at o'magi biz dağdığılı qaldı 30 yıllıqqa atap bir qancha o'yinlarni tayyorlab biz Abdumrayn barmiz Ürümchiga. Ürümchiga borgandan keyin bizningki navbatimiz shu chekda atdi bu yerda. Chekda atgandan keyin bizning ikkinchi maydonga bizning o'yinimizga navbat keldi. Bizning o'yinimizni qo'ygan kuni hammasi bor. Shu vaqtning o'zida yakan san'at o'makninki belgilik darajada ta'sir doirasi ommaga bergan ta'siri qilib bo'lgan bo'lsa yakan xotin musha o'maklar kelsa ish qilib odamlarni qiziqib o'yin ko'rdi bizningmi xizmatga qatnashib yoki bo'lmasa tug'ilib cho'ng'ilib Ürümchiga berishimiz tunji qitim shu uning oldida o'ziga deb baqqan emas mush 85-yili biz sahnaga chiqdikda sahnaga chiqib bexatarlik birinchini o'rinlashimizni bilimiz sahnadan bizni qat'iy tushamiz qaysi teatrxona shu ittifoq teatrxona ittifoq teatrida xalq teatrida ittifoq teatri xalq teatri o'maklarni bo'lib o'yin qo'yadi ko'rak oxirisi biz birinchi darajalik mukofotga erishdik 300 koy pul biz Abdumrayn mush mukofotni biz endi sahnaga chiqibdik biz o'rinlab turimiz gapimizni deyolmaymiz azroqli so'zlab tursaqli chavak uchilinib turdi biz gap qilolmaymiz shu salom beramiz turimiz dadam o'makninki mas'ullari daviyallar yanda bor sahnaninki shuning bilan biz numarimizni tugitib salom berib yandiq chiqib mansaq qayerda riyosatchi chiqib yana bir numarni e'lon qilmoqchi edi pastki chavak to'xtamay bizni yana qayta idardagi boshliqlarimiz odamlar chiqirib qo'ydi yana chiqib yana o'rlanlar shuni chunki biz bir mazmunni takrorlamaymiz bir mazmunni yana qayta yana qo'yib boshqa narsa bo'lmagan degan chunki biz bunday o'ylamabdimiz buni bu Abdumrayn sahnasida bizning tunji bir shu kuldirga etot o'rilishimiz bo'lg'achqa bu bunning oldida bu sahnalarda daramlar o'rinlanib manda numurlar chiqmaganmi ish qilib batı lekin 70. yılın ahırlarında aş opera emekten Mahmut Kamla Ahmet Ömer Kamda bir salamlash ishlatgan bir narsani o'rinlagan men shunda esimda Mahmut Kam ikkisi mushtarak teatrda ko'rgan biz o'chaqdagi san'atda emas ko'cha mashinalari qanim qildigan Shinjongda shu yerga qanday bordi bola to'g'riga yalinib isim tag'an bir gapi bor boyni besh qappaqdek boyni sappaqdek dedigan qo'shiqni o'ynagan batı lekin hamda shuningdan keyin 85-yilgacha hisoblsak 8-10 yil mobaynida ana narsalarni cho'ng narsa dramalar cho'ng san'atkashliklar bor bizning tuvanda elnaqmi shakldagi narsalarni jiq o'rlaymiz sizlar bo'libmi yakandan asos qatlamdan anda chiqib qilishinglarni chiqqinlarninki unchilik iqtidor unchilik qobiliyat bilan tuyuqsiz mana bir paydo bo'lib qilishinglarni anadan keyin hamda bexatarlik birinchi degan tema hamda aktual mazmun bo'lgandan keyin bu tarafdan qo'shilib bu narsa bir xil partlagan ketdi shu vaqtda bizga bu qatnash nazoratlari bu o'rinladimi mukofot bergan shuningdek keyin bizda bu kasbga bo'lgan qizg'inlik bag'ansi oshdi bu alomat cho'ng andikin dadam davomli mushu ikki bolani mujda juplab biz adabiyot san'at xodimlariga kengir bergandan keyin bu asosan tashviqotni asos qildigan bir sahna bo'lgandan keyin mushu hozirgi shu o'z vaqtidagi davrga moslashtirib andikin xalq ommasidagi ilg'orlarni yetaklaydigan biz itot kuldirga orqali buni sahnaga olib chiqqan